aralashyapti. Namlik, shamol, Hozir bosim. qarang. 16 gradus issiqmi? 15 yo'q. 13 gradus ko'rsatyapti haroratda. Ha. Shamolimiz 50 ga 1 metr sekund bo'lyapti. Namligimiz 68%. Давленiyamiz 1030. Hozir normalmi qanchalar? Shu hozircha shu kunlarda shu 1030 1025 bilan o'rtasida bo'ladi. O'zi normalmi? Normasi necha o'zi? Normasi. 25 bo'lsa kerak. Hozir hayajonlanyapmiz. Siz maktab lavozimda vazifada ishlaysiz? Postda kim bor? Shu hozirga qaynab ishlashadi. Qaynam o'sha iflorlanish bo'yicha nima qilishadi? Ishlashadi. Shu ishlar kim hozir? Ha, mana shu domla yashaymiz ijarada. Nima edi? Ishxonani domla. Endi olasizmi? Apani ham chaqiringda. Adayam chaqirib. İfloslanish hozir yuqorilashdida. Mana mashina gaz, uglevod gazlar ko'proq chiqadi. Ertalab qishki mavsum, xolasi xolamasi pechga yoqamiz. Ertalab kechqurunda havo ifloslanishi baland. Shuning uchun ham Farg'ona viloyatida ham balandlab ketdi ifloslanish. O'shaga solishtiriladi. Qo'qon, Quva, nima, ya'ni Qanday bo'ladi o'sha solishtirilgani? mana hozir nima qiladi? Mana achut qiladi. Endi bular bir-birini ishini qilaveradi. Ximiyamlar bittasi ish bilan chiqib ketsa, bittasi achut. Qayerda gaydi? O'sha ro'parasida endi shu bilan 7 ta analiz oladi. Kechikdi. Siz hali film nimalar daftarda olib chiqing. Nimasini bularni ko'rishsin. Ximiyanikini ham. Meteo, ximiya hammasi bir-bir solishtiriladi. Kunlik kunda o'zi boriladi. Biz analiz olamiz. Ximiyamiz tekshirib chiqariladi mana. Ifloslanish darajasi mana bunda. Biz hammamiz apparatda olamiz. Bugun qancha bo'ldi mana ifloslanish? Bugun 3 bo'ldimi, necha bo'ldi? Ifloslanishimiz bugungisi. Bugungisini bering. Bugungisi unaqa normamiz amiyagi nimasi yo'q. Ha, normada nima berilibdi? 02 03. Ifloslanish holati bo'yicha ma'lumot bizga kerak. O'shanga telefon qilib so'raysizlarmi o'sha mas'ul xodimlardan. Mana O'shani aniqlashtirib beringlar. Hech narsani telefonda o'zida kelolmasalar ham. Ha, yo'q. Ha. Hozir ko'tarmayapti. rahbaringizga aytingchi. Endi u qizimiz biladi, biz mana o changni tekshiruv bo'yicha bilamiz. Ular achut nimasi bo'yicha u mutaxassis injener deydi. Endi mana bu pagalagitlarimiz bilan trubka, havodan ifloslanuvni mana tortuvchi, mana havodan kelgan mana bu truba, mana bu yerdan chiqadi, bag'i aspiratorga ulanadi mana, ishlash jarayoni. Mana shuni 20 minut olamiz, ximiyaga kirib tekshiriladi. Keyin mana shunda qancha azot, qancha ammiak, qancha yana boshqa insultlar chiqsa, mana shunda ko'rsatilgan. Mana. Buning uchun akkumulyatorimizni qo'yamiz, buni yarim soat oldin ulab qo'yamiz, qizdirib. Ko'ring. Ha, mana ulangan o'chirmoqdan hali. Bu yarim soatdan keyin bu apparatga beradi. Akkumulyator qizigandan keyin bu apparatga beradi. Tashrini pastga olib qo'yganman. Qolmagan tomonga qilsak bo'laveradi. Ko'rsatavering. Mana 309 mana shu 003 004 ko'rdan o'tsa keyin ifloslanish balandligi ko'rsatiladi. Bu nima? Soat nega ko'pdan o'lchanadi. Mana shu chang ifloslanish. Bu chang bo'yicha mana ular azot bo'yicha mana. Mana shu oxiri 9ga tushiladi. 002 ga tushiladi.
bu tayyorni ruchka nima bo'lmasligi uchun nima qilganman? Mana bu yerda apparat bu ham namlik. Hozir 738 beryapti namlik. Marta ham sanada oxirgi marta 15-kuni o'lchashibdimi? Yo'q, bu men yozib nima qilganim.